Yaxshi kunda ham, yomon kunda ham birga bo'lish. Xalq va davlatning bir-biriga ishonchi shunday kunlarda sinovdan o'tadi. El boshiga ish tushganda davlat elning eng birinchi tayanchi bo'lishi zarur. Bu prezidentimizning hayotiy missiyasi. Shu bois Gulistonda sodir bo'lgan baxtsiz hodisa va undan jabr chekkanlarning taqdiri holidan davlatimiz rahbarining shaxsan o'zi xabar olgani kasalxonaga manzilni burdi. 3 kun oldin gaz uzilgan bo'lgan, to'xtatilgan. Gaz uzilgandan keyin ular gaz balon qilishgan. Ikkita gaz balon qilib, gaz balonidan foydalanayotgan paytda qozonga yaqin turganda o'sha yorilish bo'ldi. Gaz baloni yorilgan, gaz baloni yorilgan. Gulistondagi Bek choyxonasida gaz baloni portlashi oqibatida 29 kishi turli darajadagi tan jarohatlarini olgan. Voqea sodir bo'lgan birinchi 20 daqiqada tez yordam jarohatlanganlarni kasalxonaga yetkazgan. Ushbu voqeadan xabar topgan prezidentimiz maxsus komissiya tuzib, shu kunning o'zida Toshkentdan yetakchi shifokorlar, kombustiologlar, reanimatologlar, neyroxirurglar, mikroxirurglar va boshqa tor yo'nalish mutaxassislarini jalb etgan. Ular mahalliy shifokorlar bilan birga tunu kun bemorlar hayoti uchun kurashmoqda. Doktorlarni hammasini men o'sha kunlar Toshkentdan yubordim. Bularni ham nazoratga oldik. Men o'ylayman, Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz. Ilohim, hammaga katta rahmat. Yaxshi qarashdi. Hammasini ehtibor bo'lib oldingiz aytishdi, rahmat. Sizga ham rahmat. Men o'sha kunni bilganimdan darak bo'ldi. Bu endi nima deydi? Bu ham ko'rgilik ekanda hammamizga. Menga ham, davlatga ham, millatga ham. Shuning uchun bugun o'zim Gulistonga keldim, sizlarni bir ko'rib ketay deb. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' salomat bo'ling. Bemorlarning har biri o'sha fojiali voqea sodir bo'lgandan birinchi daqiqasidan ularga tibbiy yordam ko'rsatilganligini va zudlik bilan shoshilinch markazga olib kelinganligini davlatimiz rahbariga aytishdi. Toshkentdan kelgan malakali shifokorlar ularga yaxshi sifatli tibbiy xizmatni ko'rsatmoqda ekanligini ham bildirishmoqda. Prezidentimiz qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Sizlar yolg'iz emassizlar, davlat siz bilan birga dedi. Prezidentimiz bemorlar bilan otalarcha gaplashdi, ularning ahvolini so'radi, tasalli berdi. Bu fojia bizning ham fojiamiz. Bugungi kunda eng muhim vazifa hayot uchun kurashayotgan har bir fuqaroning sog'ayib ketishi. Biz shifokorlarga barcha shart-sharoitni yaratib berdik va yaratib beramiz ham. Har biringiz tezroq oilangiz bag'riga qaytishingizni tilayman, dedi davlat rahbari. Fazilat opaning 4 nafar farzandi bor. Voqea sodir bo'lganda tanasini qo'li bilan to'sgani uchun bilak sohasida kuyish va qattiq jarohat olgan. Barmoqlari ishlamay qolgan. Toshkentdan kelgan 9 nafar shifokor o'z vaqtida qilgan amaliyot sabab qo'l faoliyati va salomatlik to'liq tiklangan. Qo'lim ishlagandan xursandman. Farzandlaringizdan. Ha, 4 ta farzandim bor. Yaxshimi, davlat tomonidan ham ko'mak berilyaptimi? Shifokorlar o'z vaqtida qarashyaptimi hammasiga? Ha, hammalariga rahmat. Juda ham yaxshi qarashdi. Kelishimiz bilan tez yordam bilan keldik. Hammasi yaxshi qarashib, mehribonchiliklar yaxshi hammada. Fojia oqibatida jabrlanganlarning katta qismida og'ir foizdagi kuyishlar kuzatilgani, ba'zilar sun'iy nafas oldirish apparatida ekani ma'lum qilindi. Davlatimiz rahbari ularning har biri uchun alohida diqqat va nazorat belgilashni buyurdi. U ham meni farzandim, meni qizim, meni opam, meni qarindoshim. Shuni bilinglar, xuddi o'zimni qarindoshimga, inimga, singlimga, ukamga qanday harakat qilgan bo'lsam, ularga ham shunday harakat bo'ladi. Hozir shifokorlar xursand, holatingiz ancha yaxshi bo'lib qoldi. Ha, Allohga shukr, zo'rmiz. Zo'rmisiz? Ha, zo'rmiz. Ovqatlangani kerak. Mijozimiz biz. Mijozidingiz. Ha, xuddi shunaqa. Kutilmagan holatda endi nima deymiz? Jonimiz sog' qolganiga shukr. Prezidentimizga rahmat, shuncha sharoitlarni qilib, mana doktorlar qarab, Toshkentga tegizdirib qo'yibdi. Darrov yordam ko'rsatildimi? Darrov yordam ko'rsatildi. Tezda yetib kelib, hammamizdan birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, mana qarab, hammasi yonimizda. Hamma narsani olib beryapti, rahmat. Boriga shukr. Reanimatsiya bo'limida stabil og'ir yotgan bemorlarning kayfiyati prezidentimiz kelgani sabab juda ko'tarilganini ko'ramiz. Ortda qoldi hammasi. Bunday paytda har bir yaxshi gapga, har bir g'amxo'rlikka odam maqtal turar ekan, deydi Dilorom opa. Yaxshimisiz? Xudoga shukr, durust mana yaxshi bo'lib qoldik. 2 kunda ancha yaxshi. Juda pozitiv ekansiz, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi. Nevaram ham yaxshi. Mijozmi deysiz? Ha, shu nevaramni olib kiruvdim-da. Ovqatlanishga. Ha, ovqatlanishga. Yaxshimi holati? Ha, yaxshi, reanimatsiyada yotibdi ham. Yaxshi, Xudoga shukr, doktorlar boriga shukr. Biz yurtimizga ko'z tegmasin. Shunchalik mehribon doktorlarimiz bor. Yurtboshimiz shunchalik yordam qildi, rahmat. Yana palakatiga bilan duo qildingiz. Hamma bemorlar duo qildi, rahmat. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Shuncha qilyapti. Hazzaga narsa emas. Endi u qizim ish joyini juda yaxshi ko'radi. O'sha yerda ishlardilar. O'sha yerda ishlab ketuvdi bir.
opasi yangi yerda ishlaydi, opchasi. Shunga yordam beraydi, bir ketib orada shu tortdi-da mana u. Yana kelib turib endi ish boshlagandi. Yaxshi joy edi. Aliqaga umuman rozichilik bilan qilyapti-da, shu yerda ishlayotdi, jon dili bilan. Shu kirishib ketdi-da ishga. Endi bu yoq falokatga o'xshagan. Xudo algisini bersin, Allohim shifosini bersin bo'lsa ham. Prezidentimiz bemorlarning oila a'zolari, yaqinlari bilan ko'rishdi. Dalda berdi. Toki har bir bemor oyoqqa turmaguncha shaxsan o'zimning nazoratimda bo'ladi. Qanday yordam, qanday dori, qanday mutaxassis zarur bo'lsa, hammasi yetkaziladi dedi. Yong'in sabab vafot etgan fuqarolarimiz haqiga duo qildi. Shuningdek, prezidentimiz 3 kun muddat ichida qurbon bo'lganlarning oilasiga 100 million so'mdan moddiy yordam ajratish bo'yicha topshiriq berdi. Yo'qotganlarimiz ham bor, ularga iloyim shu yo'qotganlarning ham joylari jannatdan bo'lsin iloyim. Xudodan iltijo qilamiz iloyim, mana shu bizning niyatlarimiz ijobat bo'lsin. To bular yaxshi bo'lib oyoqqa turmagancha toshkentliklar ketmaydi derdi. Insonni qo'ldan nima kerak bo'lsa hammasini qildiramiz. Bag'iga endi Xudoning o'zi madadkor bo'lsin bizga, hammalari chiqib ketib, iloyim yaxshi kunlarimiz ko'proq bo'lsin. Bu kunda ko'rishdik, yana yurtimizda yaxshi bayramlarda ham ko'rishdik. Yaxshi duo qiling. Prezidentimiz shuningdek portlash sabablarini aniqlash, aybdorlarni javobgarlikka tortish, kelgusida bunday baxtsiz hodisalar qayta takrorlanmasligi uchun tizimli chora-tadbirlar ko'rish bo'yicha hukumat komissiyasi faol ish boshlagani, qonunchilik ham qayta ko'rib chiqilishi zarurligini ta'kidladi. Shu bilan birga davlatimiz rahbari bemorlarga fidoyilik bilan xizmat ko'rsatayotgan shifoxona xodimlariga minnatdorlik bildirdi. Har bir hayot biz uchun qadrli, har bir oila dardi, davlat dardi. Bu bizning siyosatimiz. Inson qadri uchun degan siyosat bu. Mana shunday sinovli vaziyatlarda biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlaydigan, har bir fuqaroning dardiga befarq bo'lmaydigan xalq va davlat ekanligimizni amalda ko'rsatishimiz zarur dedi prezident. Va yana sirdaryoliklarning kelajak taqdiri haqida yangi ishlar boshlagani keyingi manzilga yo'l oldi.